Hammaga salom, sizlar bilan Speaker Boom. Hammangiz 80-epizodni ko'rdingiz deb o'ylayman. Epizod kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi. Bugungi videoda butun epizodni tahlil qilib chiqmayman, faqatgina kerakli joylarni tahlil qilib o'z fikrimni aytaman. Siz esa yaxshilab o'rnashib oling. Men esa boshladim. Epizodda epichni janglar ko'p bo'ldi, ammo syujet umuman yo'q. Strider yarim yo'ldan syujet qilib ketgani sirazu bilingan. Speakerman Titan esa yaxshi ko'rinyapti, ammo eski versiya bilan deyarli bir xil. Dafqbum odatda personajlarni dizaynini ancha o'zgartirib yuborar edi. Yaxshiyamki Strider Dafuq o'ylagandek ahmoqona plash qo'shib qo'ymabdi. Syujetda muammolar talaygina. Masalan, nega agentlar Imenni bu lokatsiyaga kelib jang qilyapti? Nega 79-epizodda Simp tayyormas edi? Ammo 80-epizodda xuddi o'sha o'zgarmagan Simp birdaniga tayyor bo'lib qoldi. Xullas xatolar yetarlicha ko'p. Shuningdek, vizualda ham muammolar talaygina. Strider Dafuqga o'xshab hammasini kachesvenni qilmoqchi bo'lgan, ammo yorug'lik va sheyderlarni oshirib yuborgan. Shuning uchun epizod xira ko'rinyapti. Yangi Astro ayolni sochi ko'zini to'sib turibdi. Ammo askarlarda bunday bo'lishi kerak emas, chunki jang vaqtida soch xalaqit beradi. Dafuqni versiyasida unday emas edi. Epizodning kamchiliklariga qaramay yaxshi tomonlari ham bor. Masalan, 78-epizoddagidek yarim soatlab tomoshabinni keraksiz sahnalar bilan ushlab turish yo'q. Hamma voqealar tez va keraksiz ahmoqona sahnalarsiz o'tdi. Bu esa ko'pchilikka yoqadigan jihat, chunki tomoshabin zerikmaydi va voqealar rivojini bemalol kuzatib boradi. Animatsiya ham yaxshi ishlangan. Ayniqsa jang sahnalarida qo'yilgan mehnat sezilib turibdi. Menga shaxsan Titan Speakerman chiqqandan keyin sahnalar juda yoqdi, chunki o'sha yerda haqiqiy kuch va epiklik sezildi. Shuningdek, menga eng yoqqan narsa bu dialoglarning kamligi bo'ldi. Epizodda keraksiz gaplar deyarli yo'q, hamma narsa harakat orqali ko'rsatilgan. Bu esa Skibidi Toiletning asl uslubiga yaqinroq. Umuman olganda epizod butunlay yomon emas, lekin hozirgi vaziyatda ko'pchilik uni ataylab yomonlayapti, chunki hayp qilish osonroq va bundan ko'proq ko'rishlar olishadi. Shaxsan menga epizod ham yoqdi ham yoqmadi. 50-50, chunki yaxshi tomonlari bor, lekin kamchiliklari ham sezilarli darajada ko'p. Endi esa syujetni qisqa qilib aytib bersam, Simp kameramen uyg'ondi va tashqariga chiqdi. Nimagadir uni va boshqalarni jang qilgisi kelib qoldi va 78-epizoddagi lokatsiyaga teleport qilishdi. Qandaydir narsa uchib keldi. Uni energiyaga to'ldirishdi. Bu energiya ularni kuchaytirgandek bo'ldi. Astrolar keldi, jang qilishdi. Astro ayol keldi. U juda kuchli edi. Yana jang qilishdi. Astro ayol mag'lub bo'ldi, ammo tirik qoldi. Astrolar agentlarni qurshab olishdi. Hamma narsa yomon tomonga ketayotgandek edi. Titan Speakerman keldi. Jang bo'ldi. Titan Speakerman hammasini yanchib tashladi. Titan Speakerman aura farming qildi. Hammasi tinchlandi va Titan Speakerman uchib ketdi. Syujet juda ham oddiy ishlangan. Dafuqnikidek seryozni emas. Dafqbum 80-epizodda Vod va Titan Speakerman jangini ko'rsatmoqchi edi. Gertsoginya va Toilet bo'lishlari kerak edi. Ammo Strider buni qilgisi kelmagan yoki bilmagan, yoki unga sharoit berilmagan. Nima bo'lganda ham epizod chiqib bo'ldi. Endi o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin shuni aniq aytish mumkinki, bu epizod oldingi va'dalarga to'liq mos kelmayapti va shu sababli ko'pchilikning umidlari puchga chiqdi. Tomoshabinlar bundan keyin ham xuddi shunday sifatsiz davomini kutishadimi yoki yo'q, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin hozircha natija juda bahsli degan bo'lar edim. Shuningdek, menga eng yoqmagan narsa shuki, 78-epizodda nima bo'lganini hech kim tushuntirmadi. Strider xuddi 78-epizod umuman bo'lmagandek davom ettirgan va bu juda katta minus. Chunki tomoshabinlar o'sha epizodda ko'rgan voqealarning davomini kutishgan edi. Lekin buning o'rniga bizga butunlay boshqa voqea ko'rsatildi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek. Bu esa ko'pchilikni chalg'itdi va savollar tug'dirdi. Epizodning o'zi ham juda bo'sh joyda bo'lgan. Shuning uchun Titan Speakerman o'yinchoqqa o'xshab qolgan. Chunki atrofda masshtabni ko'rsatadigan hech qanday bino yoki obyekt yo'q edi. Daje Palach Speakerman ham undan kattaroq va kuchliroq ko'rinyapti. Bu esa vaziyatni yanada kulgili qiladi. Strider yo aqli yetmagan, yo uni shoshiltirishgan. Lekin natija shuni ko'rsatadiki, epizod to'liq ishlanmagan va shoshilinch chiqarilgan. Negadir Zaktur tarqatib yuborgan video spoiler epizodda bo'lmadi. Aniq sababi noma'lum. Ammo Strider spoiler tarqalib ketgani uchun bu sahnani ataylab olib tashlagan bo'lishi mumkin. Chunki hamma bu sahnani ko'rib bo'lgan edi va uni epizodda qoldirish endi kutilgan effektni bermasdi. Balki shuning uchun ular bu sahnani butunlay chiqarib tashlashgan yoki boshqa epizodga saqlab qo'yishgan. Lekin bu ham tomoshabinlar uchun tushunarsiz qoldi. Chunki ko'pchilik aynan o'sha sahnani kutgandi.
Epizodni bir necha YouTuberlar streamda ko'rishmoqchi edi, ammo ularning streamini ban qilishdi, chunki epizodni boshqa odamlar to'liq yuklay olishmaydi. Shuning uchun ban qilishdi. Bu holat esa ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'ldi. Chunki ba'zi tomoshabinlar aynan shu streamlar orqali epizodni ko'rmoqchi edi, lekin kompaniya bunga ruxsat bermadi va o'z qoidalarini qattiq himoya qildi. Aslida bu ularning huquqi, chunki epizod ularning kontenti hisoblanadi. Lekin shunga qaramay bu holat yana bir bor kompaniya va fandom o'rtasidagi ishonch masalasini yuzaga chiqardi. Chunki oldin ham shunga o'xshash muammolar bo'lgan va kompaniya har safar o'zini yopib olishga harakat qilgan. Bu esa odamlarni yanada jahlini chiqargan. Chunki ular shunchaki epizodni ko'rishni xohlashgan, lekin kompaniya buni ham qiyinlashtirgan. Natijada ko'pchilik norozi bo'lib, internetda o'z fikrlarini yozishni boshlagan. Kimdir kompaniyani qo'llab-quvvatlagan, kimdir qattiq tanqid qilgan. Lekin yakuniy xulosa shuki, bunday vaziyatlar har doim muammo bo'lib qoladi. Chunki kompaniya o'z manfaatini himoya qiladi, tomoshabin esa o'z huquqini talab qiladi. Strider yaxshi animator, lekin u hali dafuq darajasiga chiqolmagan. Uning animatsiyasi silliq, lekin o'sha eski skibida ruhi yo'qolib qolgan. U ko'proq chiroyli kadrlar qilishga harakat qilgan, lekin syujetni unutgan. Shuning uchun epizod bo'sh chiqdi. U dafuqning o'rnini bosa olmaydi. Strider o'zining fanmeytlarida ancha yaxshi ishlaydi, chunki u yerda erkin. Asosiy epizodda esa u qolipga solingan. Shuning uchun natija shunday chiqdi. Vobshe u dafuqni darajasiga chiqishiga ancha bor ekan. 81-epizod chiqadimi yoki yo'qmi buni hozir hech kim aniq bilmaydi. Telegram akkauntimga kirib mazgimni itarmanglar, chunki men ham hamma narsani sizlar kabi kutyapman. Epizod yoki yana Strider bilan chiqadi, yoki invizlar dafuqni qaytarishga urinishadi. Lekin dafuq qaytishni xohlaydimi, buni ham bilmaymiz. Nima bo'lganda ham bizga faqat kutish qolgan. Chunki bu vaziyatni biz hal qila olmaymiz. Kompaniya o'z rejasini tuzadi. Biz faqat natijani ko'ramiz. Shuning uchun hozircha tinchgina kutish kerak. Yangi xabarlar chiqsa albatta aytaman, lekin hozircha aniq hech narsa yo'q. Do'stlar, videoni tugatish vaqti ham keldi. Hamma ma'lumotlarni Telegram kanalimga tashlab turibman. Obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman, chunki u yerda yangiliklar tezroq chiqadi. Shuningdek, kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ysangiz xursand bo'lar edim. Bu menga katta motivatsiya beradi. Hammaga katta rahmat. Sizlar bilan Speaker Boom bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.